Yoz faslining kirib kelishi bilan respublikamiz hududida havo haroratining keskin ko'tarilishi kuzatiladi. Bunday sharoitda yonish va portlash xavfi yuqori bo'lgan obyektlarda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelish ehtimoli ham ortadi. Ayniqsa avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari, gaz to'ldirish kompressor stansiyalari, suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari, neft bazalari hamda yonuvchi va portlovchi mahsulotlar saqlanadigan korxonalarda xavfsizlik talablariga qat'iy amal qilish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli yoz mavsumi boshlanishi bilan Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan hududdagi xavfli obyektlarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish, yong'in xavfsizligini ta'minlash va avariya xavfini kamaytirishga qaratilgan keng ko'lamli profilaktik tadbirlar boshlab yuborildi. Mazkur ishlar joriy yilning 1-iyulidan 31-iyuliga qadar respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfli obyektlarda profilaktika oyligi doirasida yanada jadallashtirildi. Oylik davomida barcha xavfli obyektlarda kompleks o'rganishlar, seminarlar, profilaktik nazorat tadbirlari, tushuntirish ishlari, maxsus taktik o'quv mashqlari hamda amaliy ko'rgazmali mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Bugungi kunda viloyat hududida faoliyat yuritayotgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz yoqilg'i bilan ta'minlayotgan muhim obyektlar hisoblanadi. Shu bilan birga ularda saqlanayotgan yonuvchi va portlovchi moddalar xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etishni talab qiladi. Eng kichik e'tiborsizlik yoki texnik nosozlik ham og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois har bir obyektning texnik holati, xodimlarning tayyorgarligi va xavfsizlik madaniyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tashabbusi bilan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida yong'in xavfsizligini ta'minlash mavzusida viloyat seminari tashkil etildi. Seminarda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mutaxassislari bilan bir qatorda Sanoat xavfsizligi qo'mitasi, O'zenergo inspeksiyasi, Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati Samarqand filiali, O'zbekiston metrologiya instituti va boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Seminarda yoz mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf omillari, yuqori haroratning texnologik jarayonlarga ta'siri, elektr va gaz uskunalaridan xavfsiz foydalanish, statik elektrdan himoyalanish, rezervuar va quvurlarning texnik holatini nazorat qilish, yong'in sodir bo'lganda dastlabki harakatlar hamda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishning zamonaviy usullari bo'yicha batafsil ma'ruzalar qilindi. Shuningdek, obyekt rahbarlari va mas'ul xodimlariga me'moriy huquqiy hujjatlar talablari, ichki nazoratni tashkil etish, texnik xizmat ko'rsatish davriyligi, xavfsizlik bo'yicha hujjatlarni yuritish hamda xodimlarni muntazam o'qitish yuzasidan tavsiyalar berildi. Profilaktika tadbirlari davomida Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mutaxassislari tomonidan viloyat hududidagi yoqilg'i quyish shoxobchalari, gaz to'ldirish kompressor stansiyalari, suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari va neft bazalarida kompleks o'rganishlar olib borilmoqda. Nazorat tadbirlari jarayonida yong'in o'chirish vositalarining mavjudligi va yaroqlilik holati, suv ta'minoti tizimlari, yong'in signalizatsiyasi, avtomatik yong'in o'chirish tizimlari, elektr jihozlarining sozligi, gaz uskunalari, rezervuarlar, quvur tarmoqlari, chaqmoqdan himoyalash moslamalari, evakuatsiya yo'laklari, ogohlantiruvchi belgilar hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilish rejalarining amaldagi holati batafsil o'rganilmoqda. Tekshiruvlar davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan obyekt rahbarlariga tegishli ko'rsatmalar berilib, ularni qisqa muddatlarda bartaraf etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Zarur hollarda xavfsizlik talablarini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy uslubiy yordam ham ko'rsatilmoqda. Barcha obyektlarda xodimlar bilan profilaktik suhbatlar tashkil etilib, yong'in xavfsizligi qoidalari, ishlab chiqarish intizomi, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish, birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish, gaz sizib chiqishini aniqlash, avariya sodir bo'lganda hududni xavfsizlantirish va fuqarolarni evakuatsiya qilish tartiblari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Profilaktika oyligining yana bir muhim yo'nalishi sifatida viloyatning turli hududlaridagi xavfli obyektlarda maxsus taktik o'quv mashqlari tashkil etilmoqda. Xususan Jomboy, Pastarg'om tumanlaridagi hamda Samarqand shahridagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi.
Mazkur mashg'ulotlarda shartli ravishda yuzaga kelgan yong'inlarni bartaraf etish, avariya sodir bo'lgan hududni o'rab olish, xodimlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, jabrlanganlarni qutqarish, ularga birinchi yordam ko'rsatish, yong'in qutqaruv bo'linmalarining tezkor harakatlari hamda barcha xizmatlarning o'zaro hamkorligi amaliy sinovdan o'tkazildi. Bundan tashqari, yong'in qutqaruv texnikalarining imkoniyatlari, suv ta'minoti manbalaridan foydalanish, ko'pikli o't o'chirish vositalarini qo'llash, gaz sizib chiqishi yoki portlash xavfi yuzaga kelganda harakatlar algoritmi ham amalda bajarildi. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish yoki bo'lmasam favqulodda vaziyat sodir bo'lganda uni kam talofatlar bilan bartaraf etish jarayonida qutqaruvchilarning kasbiy mahorati, ularning jangovar shayligi alohida ahamiyatga ega. Bu borada Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan qutqaruvchilarning doimiy ravishda jangovar shayligini oshirib borish, kasbiy mahoratini yuksaltirish, jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida turli hududlarda maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari tashkil etib kelinmoqda. Yoz faslida yonish, portlash xavfli obyektlarda yong'in yoki bo'lmasam favqulodda vaziyat, chaqnash, portlash kabi ko'ngilsiz holatlarni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan bir qatorda ushbu hududlarda maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari ham tashkil etilmoqda. Ushbu o'quv mashg'ulotlari jarayonida aynan shartli ravishda o'sha avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida yoki bo'lmasam neft saqlash omborlarida shartli ravishda yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish jarayonida umuman qutqaruvchilarning kasbiy mahorati, o'sha sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarda tezkor harakatlarni amalga oshirish, xavfli hududlarni baholay bilish hamda o'sha hamkorlikdagi xizmatlar bilan o'zaro aloqani ushlagan holda harakatlanish bo'yicha kasbiy ko'nikmalarni oshirish, o'zaro hamkorlikni mustahkamlash borasida joylarda maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari tashkil etib borilmoqda. Bularga aynan to'xtaladigan bo'lsak, bular o'sha viloyatimiz hududidagi neft saqlash omborlarida, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida aynan bu turdagi o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Ushbu o'quv mashg'ulotlar jarayonlarida o'sha favqulodda vaziyat yuzaga kelganda uni bartaraf etish jarayonlari, jabrlanganlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va boshqa shunga o'xshash amaliy harakatlar bajarish orqali ularning ko'nikmalari oshirib borilmoqda. Hamda o'sha ba'zi o'quv mashg'ulot jarayonlarida kamchilikka yo'l qo'yilgan taqdirda uni favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati ishtirokida muhokamasi amalga oshirib, bu kabi kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik borasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Nafaqat ushbu jarayonga favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, balki ichki ishlar, Milliy gvardiya boshqarmasi, gaz ta'minoti, elektr ta'minoti, tez tibbiy yordam xodimlari va boshqa hamkor xizmatlar jalb etilgan holda ushbu o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Bundan tashqari o'quv jarayonlariga o'sha hududdagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'ladimi yoki neft saqlash omborlari bo'ladimi, ushbu hududlardagi ishchi xodimlar ham bevosita jalb qilinib, o'sha dastlabki yong'in sodir bo'lganda ularning harakati, ya'ni tezkor xizmatlarga tezkor xabar berish, o'sha birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan yong'inni katta hududga tarqalib ketishini oldini olish borasidagi harakatlar hamda o'sha fuqarolar yoki bo'lmasam ushbu hududdagi avtomobillarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish toki favqulodda vaziyatlar boshqarmasining mas'ul bo'linmalari, qutqaruvchilar yetib kelgunga qadar amaliy ishlarni bajarishlari bo'yicha ularga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Albatta bunday tadbirlarimiz o'zini samarasini berib, o'sha favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yong'inlarni sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Har bir mashg'ulot yakunida ishtirokchilarning harakatlari tahlil qilinib, mavjud kamchiliklar muhokama qilindi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriq va tavsiyalar berildi. Profilaktika oyligi tadbirlari Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan birgalikda Sanoat xavfsizligi qo'mitasi, O'zenergo inspeksiyasi, Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati filiali, metrologiya va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ushbu hamkorlik xavfsizlik talablarining kompleks nazorat qilinishini, mavjud muammolarning tezkor bartaraf etilishini hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish samaradorligini oshirmoqda. Bu kabi tadbirlarda navbatdagisi Qo'shrabot tumanida faoliyat yuritayotgan siqilgan gaz quyish shoxobchasida o'tkazildi. Unda mutaxassislar tomonidan obyektning yong'inga qarshi holati, texnologik uskunalarning sozligi,
gaz quvurlari va saqlash tizimlarining texnik holati, birlamchi yong'in o'chirish vositalarining mavjudligi hamda favqulodda vaziyatlarda foydalaniladigan evakuatsiya yo'laklari atroflicha ko'zdan kechirildi. Kunda issiq vaqtida kerakli chora-tadbirlar ko'rilyapti. Yo'lovchilarni kutish joyiga o'tkazib va mashinalar oraliq masofa saqlagan holda shoxobchamizda gaz quyilyapti. Issiqda bu orqali kompressorxona tomonlarimizni o't o'lanlardan tozalab, kerakli chora-tadbirlarni o'tkazyapmiz. Agnishtirlarni, o't o'chirish moslamalarini hammasini ko'paytirganmiz. Hovuzimizga ham suvni to'ldirib, kerakli hamma chora-tadbirlarni ko'rib qo'ydik. Ishchi xodimlarimizga ham kerakli yo'riqnomalarni berib, tushuntirish ishlarini olib borib, hammasiga yetkazyapmiz. Ish jarayonida xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda hamma ish olib boryapti. Agar kun isib ketadigan bo'lsa, ish vaqtida cheklanishlar olib boriladi. Kun isigan payt avid maqalaga. Hozircha yaxshi ob-havo, unda issiq bo'lgani yo'q. Endi agar issiq bo'lgan taqdirda shunday ishlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari favqulodda vaziyatlar xodimlari bilan hamkorlikda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilyapti, kelib tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bu tadbirlarning asosiy maqsadi fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, portlash, yong'in chiqishlaridan oldini olish maqsadida mana shu ishlar amalga oshirilyapti. Shuningdek, shoxobcha rahbariyati va ishchi xodimlariga yozning issiq ob-havo sharoitida siqilgan gaz bilan ishlashda xavfsizlik choralariga qat'iy rioya etish, texnologik jarayonlarni doimiy nazorat ostida olib borish, gaz sizib chiqishi yoki boshqa favqulodda holatlar yuzaga kelganda to'g'ri va tezkor harakat qilish tartiblari yuzasidan amaliy tavsiyalar berildi. Qo'shrobod tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Favqulodda vaziyatlar vazirligining 2025-yil 25-noyabrdagi 205-sonli buyrug'i iyul oyi xavfli hududlarda profilaktika oyligini o'tkazish belgilangan. Buning ijrosini ta'minlash maqsadida bo'lim xodimlari tomonidan tuman hududida joylashgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida tushuntirish ishlari, o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Bulardan o'tkazishdan maqsad obyekt hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash, ish xodimlarini yong'in xavfsizligi qoidalari va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishini o'rgatishdan iborat. Hozirgi kunda Qo'shrobod tumani hududida 14 ta avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi mavjud bo'lib, birinchi yarim yillik davomida yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish yuzasidan to'liq tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv jarayonida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan obyekt rahbariga Davlat yong'in nazoratining yozma ko'rsatmalari taqdim etilib, bu aniqlangan kamchiliklar bartaraf etish bo'yicha muddatlar belgilandi. Yong'in xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzgan mansabdor shaxslar va mas'ul xodimlarga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 211-moddasi tegishli bandlariga muvofiq ma'muriy choralar qo'llanildi. Bundan tashqari obyekt ish xodimlarini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash bo'yicha shartnomalar asosida o'qitish yo'lga qo'yildi. Bu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad obyekt ish xodimlariga yong'in xavfsizligi qoidalarini tushuntirish, ish davomida yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish yuzasidan profilaktik tushunchalar berildi. Profilaktik ishlar jarayonida oyoq ishlarda obyekt hududi birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan ta'minlanganligi, obyekt atrofidagi quruq xas-xashaklar tozalanganligi, obyekt hududida chekish taqiqlovchi znaklar o'rnatilganligi, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari bilan aholi yashash xonadonlari o'rtasidagi oraliq masofalarga e'tibor qaratilganligi, navbat kutish jarayonida oraliq masofalarga e'tibor qaratilganligi, yo'lovchilar belgilangan joylarda o'sha kutish zallarida kutib turish qoidalariga amal qilinayotganligi bo'yicha tushunchalar hamda tavsiyalar berildi. Yoz mavsumida yong'in va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan bunday profilaktik tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlaridagi yonish hamda portlash xavfi yuqori bo'lgan obyektlarda muntazam ravishda davom ettirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 18-iyundagi yoqilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari va avariya noxush holatlarini oldini olish hamda inson hayotiga xavf soluvchi omillarni bartaraf etish to'g'risidagi chora-tadbirlar yuzasidan Hududga Samarqand gaz ta'minoti filialida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Hududga Samarqand gaz ta'minoti filialiga qarashli Samarqand gaz to'ldirish stansiyasi hamda 5 ta gaz to'ldirish shoxobchasi mavjud. Ushbu gaz to'ldirish shoxobchalari va gaz to'ldirish stansiyalarida
xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan gaz to'ldirish shoxobchalarida ishchi xodimlarni avariya holatida harakatlanishi, o'zlarini vazifalarini o'z vaqtida bajarish, avariyani o'z vaqtida bartaraf etish to'g'risida amaliy o'quv mashg'ulotlarini amalga oshirmoqda. Bundan tashqari biz o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilganmiz ishchi xodimlar o'rtasida. Inson hayotiga xavf soluvchi omillarni bartaraf etish to'g'risida ham mana shu ishchi xodimlar o'rtasida bilimlarni sinovdan o'tkazish hamda bilimlarni ko'nikmalari bo'yicha bellashuvlar tashkil qilinib, mana shunaqa tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aholi iste'molchilariga suyultirilgan gaz ballonlarini xavfsiz yetkazib berish bo'yicha ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Gaz to'ldirish shoxobchalarida bu ishlarni nazorat qilish uchun ishchi xodimlar tashkil qilingan. Bosim ostida sinov ishlari amalga oshirilmagan gaz ballonlarini iste'molchilarga chiqib ketmasligiga qat'iy yo'l qo'ymaslik to'g'risida bir qancha ishlar amalga oshirilib, hisobotlarini hududga Samarqand gaz ta'minoti filialiga muntazam berib bormoqda. Yoqilg'i quyish shoxobchalarida balkim aholi iste'molchilariga ham muntazam xavfsizlik yuzasidan tushuntirish ishlari amalga oshirilib, seminar suhbatlar uyushtirilib, mahallalarda, aholi gavjum joylarda videoroliklar qo'yib berilib, mana shu xavfsizlik yuzasidan har bir shahar tumanda mana shu Telegram gruppalar tashkil qilingan bo'lib, mana shu Telegram gruppalarida ham xavfsizlik yuzasidan bir qancha videoroliklar tashlab berilmoqda. Amalga oshirilayotgan barcha tadbirlarning bosh maqsadi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish emas, balki ularning kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslikdir. Chunki profilaktika inson hayoti va salomatligini asrash, atrof muhitni muhofaza qilish hamda iqtisodiy zararlarning oldini olishning eng samarali yo'lidir. Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan yoz mavsumi davomida bu kabi profilaktik tadbirlar, nazorat o'rganishlari, seminarlar va maxsus taktik o'quv mashqlari izchil davom ettiriladi. Boshqarma barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar, obyekt rahbarlari va fuqarolarni yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishga, mavjud xavfsizlik vositalarini doimiy soz holatda saqlashga hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olishga mas'uliyat bilan yondashishga chaqiradi.